Ijtimoiy tarmoqlar bugun har birimizning hayotimizning ajralmas qismiga aylanib, og'rimizni yengil, uzoqimizni yaqin qilmoqda. Ammo ayrim kimsalar undan o'zlarining g'arazli maqsadlari yo'lida ham foydalanishmoqda. Xususan bugun yangi jinoyat turi bo'lgan kiber jinoyatchilik, ayniqsa kiber firibgarlikdan ko'pchilik ishonuvchan fuqarolar jabr ko'ryapti. Eng xavflisi xalqaro terroristik tashkilotlar vakillari ham ijtimoiy tarmoqlar orqali turli bahonalar bilan G'azodagi mazlumlarga yordam berishni ro'kach qilib yoki soxta xayriya aksiyalarni tashkil etish yo'li bilan o'z faoliyatlarini moliyalashtirish maqsadida pul yig'ayotganliklari achchiq haqiqat. Achinarlisi yetarli dunyoqarashga ega bo'lmagan, diniy savodxonligi hamin qadar bo'lgan oqni qoradan ajrata olmaydigan yoshlarimiz ularning tuzog'iga tushib, o'z atrofdagilarni, hatto yaqin qarindoshlarini ham jinoyat ko'chasiga olib kirishmoqda. Haqiqatan ham jinoyat qilganman. Prezidentdan ham xalqimizdan uzr so'rayman. Pushaymonman. Qilgan jinoyatimni anglab yetdim. Menga o'xshab bilmagan joylarga pul jo'natib xato qilib qo'ymasinlar. Har bir jinoyatning jazosi bor. Agar men shu xatolarni qilmaganimda qamoqxonalarda o'tirmasdim, oila a'zolarimning bag'rida, ularning tarbiyasi bilan shug'ullanib, tinchgina yashab yurgan bo'lardim. Oiladagi nosog'lom muhit izlanib, harakat qilib, hayotda o'z o'rnini topmaslik oqibatida endilikda ota umrining bir qismini qamoqxonada o'tkazsa, noqobil o'g'il terrorchi jangarilar safida xor-u-zor bo'lib, sarson sargardon bo'lishi tayin. Bugun ko'zlari ko'r, quloqlari kar bo'lib, ana shu o'zga yurtlarda turib da'vat qilayotgan vatangadolar, nodonlar, badbaxtlarni suhbatlarini eshitib, ularni ko'r-ko'rona qilayotgan amru ma'ruflarga uchib, nodonlarcha adashayotganlar ham xuddi ana shu shayton alayhi la'nani maqomida turadi. Diniy ekstremistik oqimlarning ayollar orasidagi yollov usullari bugun ancha o'zgargan. Ular ko'pincha Qur'on o'rganish, tavhid darslari, ayollar uchun mavizalar kabi niqoblar ostida guruh va kanallar tashkil qilib, xotin-qizlarimizni mutassiblik va radikal g'oyalar bilan asta-sekin tanishtirib boradi. Ijtimoiy tarmoqlarda ekstremistik oqimlar tomonidan yuritiladigan ommabop guruh va kanallarda faol qatnashgan ayollar saralab olinadi. Ushbu guruhlarda a'zolarga Muhammad ibn Abdul Vahob, Ibn Taymiya, Shayx Alboniy, Favzon, Ibn Bozning elektron asarlari, targ'ibotchilarning ma'ruzalari asosida ta'sir o'tkaziladi. Diniy ta'lim jarayonida ularga Allohni tanish va islom dinidagi mavjud tushunchalar, sabr qilish, namoz o'qish, roza tutish kabi masalalar asosida onlayn chat ko'rinishidagi iymonlashuv darslarini tashkil qilib, ma'ruzalar orasida sekinlik bilan mutassiblik va aqidaparastlik g'oyalari singdirib boriladi. Internetda har xil qizlar bilan gaplashdim, tanishdim. Ta'kidlash joizki, jangari guruhlar safiga qo'shilish maqsadida chiqib ketishining oldi olingan ayollar bilan o'tkazilgan suhbatlar shuni ko'rsatmoqdaki, ularning aksariyati oilaviy muhit og'irligi, yaqinlar tomonidan tez-tez kamsitilishi tufayli yakkalanib qolganligi, jamiyatda o'z o'rnini topa olmaganligi sababli kuchli ruhiy tushkunlikka tushib, onlayn diniy darslarni najot yo'li deb o'ylashgan. Bu narsa asta-sekin singitib boriladi-da odamga. Faqat aldov yo'li. Men bu narsani ko'rdim. Bu yo'lga kirib chiqdim. Bu narsaga aldanmasliklarini iltimos qilib so'rardim. Baribir oxirida u yerlarga ketib, xorzor bo'lib tushunib yetgandan ertaroq tushunib yetishlarini iltimos qilardim. Ba'zan bir lahzalik qiziqish, birgina noto'g'ri tanlov butun umrga tatigulik iz qoldiradi. Orzulari katta, iste'dodli va faol bo'lgan bu yigit ham hayotini eng muhim pallalaridan birida psixotrop moddalarga qiziqib, o'zi sezmagan holda tubsiz yo'lga kirib qoldi. Avvalo bu narsaga o'zimning xatoyim, nafs orqasidan noto'g'ri qadamlar bilan o'zligimizni, kimligimizni bilmasdan turib, narkotik moddalarni iste'mol qilish oqibatida mana shu yo'lga kirganman. Narkotik moddalari shunaqa narsa ekanki, hayotda oq-qora qilib qo'yadi. Ya'ni odamni fikrlashi, ongi, ko'z oldida yaqinlarini kimligini ham unutib qo'yadi. Shu narkotik moddalar oqibatida men shu yoqqacha keldim. Ko'p vaqt yo'qotdim asosan. Sog'lig'imni yo'qotdim. O'zimni haligacha kimligimni bilmayman. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringiz tarbiyasiga e'tiborli bo'lib, ularni jamiyatga foydasi tegadigan, vatan koriga yaraydigan shaxslar qilib voyaga yetkazing. Ayni shu bilan bir qatorda qonun oldida barcha birdek javobgarligini unutmang. Zero har qanday jinoyatga jazo muqarrar.